Hərəkət həyatlıqның cenidir. Ölüm bilan tiriklik o'tirisidagi farq harakatdir. Atigan turib ishqa atlanish dinimizning amri va hayotlikning qonuniyatidir. Bu qonuniyatga amal qilganlar kuch-qudrati va taraqqiyoti bilan hayotlikda g'alaba qilgandek, bu qonuniyat bilan zidlashganlar kuch-qudratda va taraqqiyotda orqada qolganlar oz deb kuchliklarga qaram bo'lib qolgan. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va allaysa lil insani illa ma sa'a va anna sa'yahu sawfa yurah. İnsan faqat o'zi qilgan ishining natijasini ko'radi, uning qilgan ishi kelgusida ko'riladi deb ko'rsatgan. Oyatdagi inson degan so'z musulmon, kofir, taqvo, fosiq har qanday insonni o'z ichiga oldi. Bu qonuniyatga asosan inson qanchalik taqvodor mu'min bo'lib ketsimi, ishlamasa, sabab qilmasa, Alloh taolo unga yordam qilmaydi. Chunki yordamga erishishning sharti sabab bilan tavakkuldir. Sabab tavakkulning oldida keladi. Chunki payg'ambar alayhisalom tugangni bog'lig'in, andin tavakkul qilgin deb o'rgatgan.